Uf. Hey! Aka! Nima unaqa omadsizmi? Kechiring. Ko'rmay qolibman, uzr. Qanaqasi ko'rmay qolish mumkin? Gay chaqiring. Qanaqa gay? Yo'q. Unda xo'jayin chaqiring, erkaklar gaplashib olamiz. Yo'q, xo'jayinim yo'ladi. Yolg'iz ayolman. Hech narsa qilmadimmi? Endi nima qilamiz? Xohlasangiz yuring, doktorga boraman. Doktorda nima qilaman? Kiyimni qarang, dabdalashib ketdi. Ishga ham borishim kerak edi. Unda uyga boraylik, yuvib dazmollab beraman, tez bo'ladi. Uyingiz qayerda? Toshkent Cityda. Mashinasi zo'r ekan. Toshkent Cityda uyi bor. Menimcha omadim keldi. Ketdimi? Bolam qizim bilmay qopti, endi xafa emasmisiz? Yo'q, xafa emasman. Sinimizdan o'tgan bo'lsa uzra. Opam mayb uchun bitta cho'tka ko'yni olib beraman. Kakas razmingiz o'g'illar bilan bir xil ekan. Yo'q, hozir yuvib beraman. Xafa emasmisiz? Yo'q, xafa emasman dedim-ku. Endi men qizimga baqirib o'qishga